Nima mashina bu o'zi? Nima narsa? Savollar bermayman. Nima narsa? Bunaqa savollar bermayman. Hop. Bu ham emas, bu ham emas. Boshqa kuching yo'q ekan. Nima bu mashina? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Trigavton muxlislari, Trigavton kanalida qachon yangi video chiqarkin deb kutib, ishtiyoq bilan kutib turgan insonlar, bugun sizlar uchun yana bitta navbatdagi inomarka Redki mashinamizni tanladik. Bu mashinamiz ancha yil yotgan, proyekt uchun olingan, lekin vaqt bo'lmagan. Bu mashinani egasini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Egasini ko'rgan bilganlar ma'lumotlarni egasi beradi. Egasini oldin o'zlarini tanishtirib o'tamiz. Aka keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ba'zilarga bu odamni tanishtirishni hojati ham yo'q. Hojati ham yo'q. Taniganlar tanidi. Ayniqsa shou biznes sohasida, bilmadingmi, bizning shou biznes sohasidagi odamlar kuzatadimi yo'qmi? Shou biznes sohasida bo'lganlar bu odamni yaxshi taniydi. Alisher aka, Alishoh. İşte adam yordam berib, endi kak adam soqib berganlar. Alishoh degan akamiz bor. Ular menga bitta qo'ldan unaqa aylanadigan. Ha, boshda aylanadi. Yomon qilarlar. Alishoh bilan biz ijodlar qilganmiz, kliplarda ishlaganmiz birga. Alishoh akamiz media sohasida ancha yillik tajribaga ega bo'lgan inson. Bu inson o'zlari uchun proyekt uchun mashina olganlar, lekin taqdir taqozosidan vaqt bo'lmasdan bu bizga kelib qoldi. Endi bizning qo'limizda, xudo xolasa, bizning qo'limizda Trigavton kanalida zavod bo'ladi mashina. Aka, mashina haqida ozgina o'zingizga ma'lumotlar berib o'ting kuzatuvchilarga. Assalomu alaykum. Trigavton muxlislari va kuzatuvchilar. Nima deyman, men ismim Alishoh. Show biznesda klip, raqs qilishadi. Bunaqami? Mayli, hozir gap bu yerda emas, gap mashina haqida. Proyektga mashina olganman, mashina yurardi, zo'r edi. Keyin vaqt taqozosidan vaqt bo'lmadi, proyekt mashinalar ko'p edi. Yotdi, buzilib qoldi. Keyin men yaqin do'stim, avval degan do'stim, mashinani unga berdim. U harakat qilib yurib bordi, ustalarga berdi. Qo'ldan kelgancha harakat qildi. Sovg'a qilgansiz. Yo'q, qanaqadir berdim, o'zimiz oramizda bo'lgan edi, unga bergandim. Endi aytdi o'rtoq, mashinalar undan ko'rasa tushunadiganga yaxshi odam uchun, chunki inomarkani bariga tushunadigan odam kerak. Xullas, biz hozir mashinalar turadigan joyda bizlar. Где-то 4 yil, 5 yil aktiv yurmayapti. Aniq bilmayman, chunki mashina izначально yaxshi motor qo'ymoqchi edi. muammo hozir ходовойda emas, motorda bo'lyapti, shunda. Muammo ходовой yaxshi, korobkasi yaxshi. Muammo anaqa deydi. Zavod bo'ladi, o'chadi. Zavod bo'ladi, o'chadi. Da, оборот yo'q, motor qilindi, qilingandan keyin battar bo'ldi, zo'r bo'lmadi. Mexanikami? Avtomat. Avtomat korobka. Avtomat, shunaqa mashina. 84-yil. Ya, 88-yil. 88-yil. Lekin 84-yil. Koreyami, Yaponmi? Yaponiya. Toyota Soarer. Toyota Soarer. Mayli, intrigani cho'zmaymiz-da, Muxlislarga marhamat. ko'rsatamiz. Eshik вообще katta, ha? 1,5 metr bu, 1,5 metr. Toyota Soarer. Bu o'zi rul adashmasam bu tarafda bo'ladi, ha? Da, eshik rul o'ng tarafda bo'lgan, pravorulka deyiladi. Ko'chirilgan da, torpedka Honda'nikini qo'yishgan, mendan oldin. Xudo xolsa torpedka ham boshqa qo'yish kerak. Rul Honda'niki ekan. Da, shunaqa. Hop. Kapot qanaqa ochiladi? Kapot ochiq. Ochiq. Oldidami, yo'qmi? Old. Mahmud hayog'iga. O, hayog'i qara. Dodammi tayog'i deydi. Zavod shunaqa chiqargan buni. Tushsan. Mana samuraylar qilichini rastlab o'chadi, yog'ochdan. Bunaqadanmi? Ha. Bu Tramlar o'zinikimi shunda bu? O'ziniki, zavodkoy, bu hamma zavodkoy.
silindrli motor. Hop. 1G-U7. Bu yuradi bu mashina xudo xolasa. Zavod bo'ladi, o'chadi. Metani ham bor ekan, hurmatli avtoixlosmandlar. Olaman deganlarga qiziq nimasi bu hujjatda ham metani bor. Bor. Hujjatda ham gazlashtirilgan. Qo'rqmasdan avtomat korobkada kupe olsanglar bo'ladi. Va buni yana bitta qiziq tarixi bor. Men telefonda Ali Shoh aka bilan gaplashganimda juda ham qiziqarli bitta ma'lumot berganlar. Endi u tasodifmi yoki realni shunaqami? Bu mashina nima qilgan? Kim bu mashinani olsa, har doim green card yutgan. Seryozni. Aka ketmoqchi bo'lsangiz. Seryozni green card. Seryozni. Endi biz bilmadik. Endi bu sotilmas ekan. Sotilmas ekan. Hazır. Sinab ko'ramiz. Hazır. Tak, mana shunaqa. Hop, 6 silindrli rядный motor. Tak. Injektorni. Hop. Sistema. Bu radnoymi yo qo'yilgan? Radnoy, Bu radnoy. boshqa o'xshayapti-da bu. Radnoy. Radnoy, ha? Radnoy. Krishkasi yo'q ekan. Krishka tushib qo'ygan. Radnoy sistema Toyota. Hop, klapanlari qanaqa ekan uni? Gidrikmi yoki kulachokmi? Uni bilmadim. Uni bilmaysiz. Hop, ochib ko'ramiz. To'g'risi, men bu motorga birinchi marta duch kelyapman. O'zi Toyota mashinasini men minmaganman. Toyota birinchi marta mana endi birinchi marta ko'rib turganim yo'q. Birinchi marta shu Toyotani olishdim. Nima deydi? Vizov tashladim shu mashinani. Shunga endi olib ketamiz. Demak, Kommentariyalaring bormi? demak, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa bizlar uchun boya aytilganidek, yangilik, ya'ni bu motor bilan endi to'qnash keldik. Ko'ramiz kim yutar ekan. Xudo xolasa podдержкада bo'lib tursanglar, videoni oxirigacha ko'rsanglar, nasib bo'lsa shu mashinani yurg'izamiz. Navbatdagi green card egasini aniqlaymiz. Agar yo'q qolsa o'zimizga ham olib qolishimiz mumkin. Ha. Ko'ramiz keyin. Qani Amerikaga ketar ekanmi yo'q. Millioner bo'lib ketdim ha! Hozir boya siz aytdingiz buni kabi o'zaro kelishuv nimasida. Qisqasi oxiri to'xtab qolgani sizda emas, o'rtog'ingizda bo'lgan-a? Da, menda mashina to'xtayotgan paytda, yurib turgan paytda o'rtog'im berganman, unga ham yurgan. Mashinani pul kaprimont qilganda, ko'rsa-mo'lsalar qilgan, qani gapirib bermay bo'lgan. O'rtoqlari. Men 23-yil olganman mashinani. 23-yil aprel oyida olganmiz. Bu mashina yurgan. Gazda bo'lgan, gazi kam qolgan. Biz shu partul ichida yurardik. Chunki bunga dokumentlarim yo'q edi, narxlarim yo'q edi, tayanchilarim yo'q edi, lekin partul ichida yurganmiz. Bu gaz tomon bo'lgan buni. Keyin buni anaqaga o'tkazmoqchi bo'lganmiz, benzinga. Benzinga yurmasdi, benzinga o'tkazmoqchi bo'lganmiz. Fasunkalarni yechib, to'ntib olganmiz. Ustiga olib borib, fasunkalarni yechib, to'ntib olganmiz. Benzinni ham zavod qilib yaqinganmiz. Benzinni ham yurib ko'rdi, lekin benzinda ko'p yurmadi, chunki kompressiyasi yo'q edi. Kompressiyasi juda past edi, ozgina yurib to'xtab qolardi. Keyin biz polni kapitalni remont qilamiz dedik. Bundan oldin elektrikalarni polni qilib oldik. Endi faralarni, anaqalarni polni qildik. 23-yil iyun oyida motor ochdi. Ochganimizdan keyin polsalarni ko'rdi. Polsalari holatlari yaxshi emas edi. Bu uchun boshqa polsa qo'ydi bunga. Polni motorni yuvdi, ochdi. Anaqa qildi, boshqa plakatkalar qo'ydi, anaqalarni almashtirdi, farsunkalar boshqasini qo'ydi, remenlar almashtirdi. Bu uchun boshqatdan yig'ildi, avgust oyida yig'ildi. Keyin zavod qildi. Baribir o'sha ahvol. Baribir 100 metr yuramiz, baribir to'xtaydi. 100 metr yuramiz, to'xtaydi. Qanaqa to'xtaydi? Siltanibmi yoki qanaqada paq-puq shunaqa ovozlar bo'ladi? Paq-puq qiladi, to'xtaydi. Motor titrab ishlardi? Yo'q, titrab ishlamasdi. Motor qo'lsa qilganimizdan keyin lekin ancha yaxshi bo'ldi. Ancha yaxshi turmaydi, benzinda. Yo'q, ancha yaxshi bo'ldi. Bu baribir men o'ylaymanki, buni baribir ustasi, konkretni ustasi bo'lsa qilish kerak. Bo'lsa men tanishim, ja unaqa inovatsiya qilmas edi. Chunki meni o'zimdan bunaqa sharoitim bunaqa katta emas edi, kattaroq ustaga berishga. O'shaning uchun men o'zim ustalarim bor edi, o'zim tanishlarim qilib bergan edi. Baribir ancha normalniy qilib berdi.
В общем, buni professional bo'lsa, lekin men o'ylayman buni cho'tga qilib minsa bo'ladi moshdan. Biz professional emasmiz, lekin havaskormiz. Очень низкая юбка, но тебе же так идет. Ты ебать, что за кукла, ты ебать, что за два брата Дон Жуана, Тойота или Гранта, я ее так... Друзья мои, я нахожусь на борту вертолета Ми-6. Это начало моих каникул в Камбодже. Kibrni sindirish uchun kabrioletga mindik. Kibrni sindirish uchun kabrioletga mindik. Дон Жуана, Тойота или Гранта, я ее так хочу, но у нее два брата, магнитола на тут, режим выкола, фастбуст у меня встал чуть-чуть, спотел, не надо срочно в душ, я немного неуклюж, но... Demak, hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rdinglar, mashinani uyga olib kelib oldik. Toyota Soarer avtomobilini. Endi buni hozir o'zimizga qulay sharoitda joylashtirib olib, ishlashimiz kerak. Uning uchun bizlar nima qilishimiz kerak? Uning uchun hozir shu holatida zavat qilib ko'ramiz, chunki ikkita egasi bor ekan. Birinchisi haqiqiy egasi, birinchisi egasini o'rtog'i. Ularning gapidan qaysidir remont qilingan deyapti, ikkinchisi Jiguli nusxasi remont qilgan deyapti. Aniq bir konkretni prichinani bila olmadik. O'shanga hozir shu holatida zavat qilamiz. Qani nima prichina, nima sababini bila olamizda. Sababga qarab harakat qilamiz. Bo'ldi. Biz bilan qoling. 别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。 Qo'shin qani? Yo'qmi? Gaz o'chyapti-ku. Yo'qing qani? Elektr ishlayapti-ku. Aha. Elektr ishlayapti. Gaz yo'q lekin. Svechani olib tashlab hozir zavat qilib ko'rishdan nima foyda? Zavat qilmayapmiz-ku Ozodjon. Nima buncha? Menimcha aqllisan Ozod. Bilmadim aka. Qayerdan buncha aql Ozod? Men aql emasman aka. Sen so'ra oldin nima ish qilyapsizlar? Keyin kamerani to'g'ri ushla. Akkumulyator o'lganmi deyman. Men shunday deb o'ylayman, akkumulyator o'lib qo'yganmi deb o'ylayman. Ilojini qilib nari akkumulyator bilan yo'q qilish kerak buni. Yo'q, bunaqa zaratgan ular. Yaratgan. Bitta, nima? Ozod bas semini chiqaman. Shu. Kamera shu. Sen kamerani qo'rrimga to'g'rilab olasan, Ozod. Nima? Yaxshi. Ham mashina ham shu Nimani? Ha? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유하는 품격 있는 Bu 여자. svechani ish faoliyatini ko'rsatib beradigan moslama. Что это ты удумал? 뒤식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워 선어워. 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워. Svechalarni qo'yamiz joyiga, kompressiyani tekshirib ko'rdik.
har bitta silindr 6 atmosferadan. Endi hozir mutaxassisdan so'raganimizda 6 atmosfera bu motorlar uchun juda ham yaxshi deyishyapti. Shunga switchlarni qotirib ko'ramiz, endi davom etamiz. Normalmi? Qo'rg'onman aka. Massa berib turibdi-da, oqiratib o'tiradi. Alloh. Yalnız zalga yaplasın. Hayır, qayerda? Sen syomka uchun chaqirgan qizi. Qo'rg'onman aka. Qayerda shuni zavoddan Aytasan shu. Aytasan yaxshiman deydi. Atchutchan, keyin berasan. Отчет beryapsan. Qanaqa bachasan? Ikki kishi ham bir отчет beradimi? Kim kimga atchot beradi? Sening monaquli do'st. Kamera shu turishga qarab. Aslida Ozod normal ushlaydi, qo'yaman aka, dangalda, o'zim olaman. o'zing aka, men ketay. Buzib ushla kamerani. Ushlab turibman aka. Ushlayapti, nima kamerani? Bitta odamlar aytadi. Kim edi bu deydi. Qo'lingga nima deydi? Endi switch provodani olaymiz. Bu yerda nimada o'zi raqamlari bor, tramblyor qilishgan ustida. Mana bu 1 degan 1 ga tutamiz. Keyin 5. 5 mana bu yoqqa. 3 provoda. Ana 3. Надо панику поставить этому человеку. Фикс придумать. Давай. Угу. Давай, давай. A few moments later. Olaymi? Sen olgan. O'zing tomosha qilguncha olsaymi? Bormi ora? Aka. Voy, Afixni o'ylab topganda nima edi? Памятник надо поставить. Памятник, да, реально. Сейчас поставили бы. Давай. Qo'ying Afix bilan qo'yaylik. Ya birinchi marta emas bo'lsin. Вот так вот будешь держать. Вот. Ну-ка, держи. Вот так можешь себя снять. Тебе такой видно. Kстати, yangi operatorimiz. Молодец, Kamran. Ozod. Buyurun qilib bering. Foydamiz demasa go'ta chiqadigan zamondamiz. Foydamiz desa jigar mo'ymiz. Ket. Ketmoqchi edingmi? Biz yangi operator oldik komandaga. Shahzod, operator haqida fikringiz? Eskisimi, yangisimi? Yani eskisi vaqt kerak emas. Bosh kerak emas. Yangisi zo'r. O'z pilatga yo'sha oldi. Kamranchik. Давай. Ну, перческа ham нормальный, четкий. Shogird zo'r deydi. Shogird zo'r. Qo'parma qayish qiladi bu. Tashlaydi bu hammalardan. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bizda sensatsiya. Demak, bizani eski operatorimiz ko'p atmaskalar qilgani uchun biz o'zimizga yangi operator oldik. Eski operatorni javobini beraverdik. Eski operatorni xafa bo'lmasligini so'rab qolamiz. Yangi operatorga so'z beramiz. Nima deysan? Bizning kanal haqida fikring qanaqa? Yaxshi. Ruscha gapiraver, mayli. Ну, типа, я старого оператора заменяю, спасибо теперь. Жаль, конечно, этого добряка. Вот это нагревается, вот керамика. Здесь пружинка, спиралька, сопротивление. Он 6-вольтовый. А подается 12. Нет, 12 написано же, один же, пан. Бобина же этот. Вот 12 тут написано. Или бобин уplagan. Ну, искру дает же нам.
Automatizm может поставить? Не. Здесь автоматизм. Потом. Kuzatib o'tganlaringizda motorda mana tiriklik alomatlari bor. Muammo motorda emas degan teoriya bo'lyapti, lekin hozir mana bu injektorlarga impuls yo'q. Impuls degani endi tok kelmayapti, benzinni o'sha kamera sgaraniyaga kirgizib bermayapti. Shuning uchun hozir bu sistema elektronli bo'lgani uchun yana mana bu xalq tilida chuchvara datchik deyishadi. Datchik положение заслонки deydi. Hozir mana shuni ochib ko'rmoqchimiz zazorini. Bunda shunaqa ishlash prinsipi shunaqaki, zaslonka ochilishni boshlaganda injektorga impuls beradi. Qisqasi mana shundan degan teoriya bor. Ochib bir ko'rishimiz kerak. Hozir shuni yechib berdi menga. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, o'zingizlar ko'rganingizda motor tirik. Bizga o'sha egasi tomonidan berilgan ma'lumotlarda tipa motor уже uxlagan degan xulosalar berilgandi, lekin biz hozir tekshirish natijasida ko'rdinglar, motor uyg'otsak, tiriltirsak bo'ladi. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Video so'ngida xudo xolasa mashinani yurg'izamiz. You are the number one girl, wave your hand, let them see the wedding band, yo. Sexy ladies want power with us, inna the car with us, them now war with us. Inna the club, them want flex with us, to get next to us. Xo'p. Qo'lingizdagi narsa nima? Nima uchun yechdik? Qo'limdagi narsa zaslonka. Zaslonka, xo'p. Uni yechganimiz sababi mana bu buning ichida zaslonkaning datchigi bor. Zaslonka mana lapatani gazni bossanku, gazni bosganingda bunga impuls beradi, impuls keyin injektorga ketadi. Tarqaladi. Benzin beradi. Lekin buni xalastoy xodda ishlaydigan normasi bor o'zini. O'shanda mana bu narsa bilan qaniydi? Mana bu joyiga shub qo'yiladi. Shub qo'yiladi 0.40 millimetrlik qo'yganingda bu uzilgan bo'ladi. To есть bu impuls bermaydi. Shu 0.60 bo'lganda, to есть mana o'zi sal ochilganda, endi 0.60 ga chiqqanda bu o'zi impuls beradi. Shuni nastroyka qiladigan mana ikkita yurg'izadigan nimasi bor. Yo'li. Yo'lagi bor. Shuni ko'rishimiz kerak. Endi hozir pulsan yerut qilyapti bu. Qo'shib ajratib Xo'p. Buni aka Olar gapingga kiygizib qo'yamiz, holim qolmadi bu issiqda baland gapirishga, aka. Xo'p. Ikkinchi problemamiz. Mana buni nomi DMRV deydi qisqartmasi. To'liq aytganda datchik massiva расхода воздуха. Demak, bu massiviy deganda katta oqimdagi havoni datchigi bu. Havo sig'imi datchik. Lekin mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, krupni qilib yaqinroqdan oldi. Mana bu oddiy qora kraska emas bu. Bu grafit bu. Bu mana shu nima ochilganda zaslonka. Buning ichida lapata degan narsa bor. Mana buni ichida lapata deydi, havo oqimini kamaytirib ko'paytirib beradi. Lekin mana shu yerda mana bu sinxronni ishlashi kerak. Mana shu narsa. Qisqasi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu ikkita oq chiziq bekorga emas, bu yeyilgan. Shu yillar davomida borib kelaverib bu ishdan chiqqan. Ko'pchilik mana bu platani yechadi, ozgina surib qo'yadi. Mana bu tilchalar nima deysan? Mana nimalar sal suradi. Bu o'sha nima bu datchikni nimasidagi yangi mana bu o'rtadagi yangi chiziqni ustiga tushadi. Lekin zavod ham durak emas, shunaqa ishlar bo'lmasin deb mana bu shurublarni yechiladi, bular sinib yechiladi. Asnovnom shunaqa yechiladi.
Ko'ramiz hozir biror nima o'ylab topamiz uni. Hozir mana begunovni yechdik-ku. Xo'sh. O'sha begunovda ikkita tilchasi borda mana iz qilgan, ko'rdingmi? Yeb tashlagan. Buni hozir yurgizish uchun bu ana bu quruq nimani ustidan yursa yurmaydi, voy oq iz bor-ku. U ishlamaydi. Yo ikkita variant borda, buni aldash. Yo platani, даже 3 ta variant bor. Yo platani surishimiz kerak. Olayga teparoqqa. Yoki begunovda ikkita tilchasini olib bu yoqqa surishimiz kerak, mana buni ustiga tushishi uchun. Yoki 3-variant o'rtasiga grafit qo'yish kerak. Lekin hozir osonroq varianti mana shu tilla surish. Tilla sal bitta rels mana qorani ustiga chiqarish kerak edi, ikkita tilla mana pastki bilan deb. Lekin bu ham временный. Vaqtinchalik решение bu. Qilib ko'ramiz, surib ko'ramiz. Ну, видишь, смотри. Это другая. Здесь по минусу работает. Kısaca Emil akani tanıştırmadık. Emil aka haqida qisqacha ma'lumot. Elim aka, gibi. Emil aka biz yangi ko'chib kelgan joyda qo'shni bo'lamiz. Va o'zlari avtoservislari bor. Faqat inomarka bilan shug'ullanadilar. Texnikani jinnisi, короче. Tashlama o'zing, tashlama. Qo'y, tashlab ketgan biza boshqasi bor yana, chiqadi, qo'y. Tashlama o'zingni. Давай, eshitib ko'raylik. To'xta, tasha. Hozir shuncha urinishlar qilmasdan mashina вообще zavod bo'lish xohishi yo'q. Shunga hozir metkalarni ko'ramiz. Zajiganga to'g'ri qo'yilganmi yo'qmi yoki bu remenlik dvigatel, shunga bir kishi sakragan bo'lishi ham mumkin. Uzib remen. Mana metkasi qayerda ekan? Demak, ochib aylantirib ko'rganimizda metkalar o'z joyida ekanligi ko'rdik. Yana pastki metkasi ham, pastki metkasi ko'rinmaydi. Hozir hammasi joyida, tishlar sakramagan. Shu gapimiz bormi? Yo'qmi? Yo'q. Qandachi? Почему? Nahul nada. Xo'sh, Aylantirib. ancha qiyin bo'ldi, lekin yechib qo'ydik. Issiq bazir yeyishdan biladi. Nima qilib qo'ydingiz? Pip qilib qo'ydim. Так. Krutni kadrda. Qizib ketgan. Ketganmi? Nima bo'ldi? Ishiga qarang. Nimadir? Mana ma'lumotlar ham sinib, sveji. Nimadan keyin buni? Bu eski siniq bu. Xo'p, bu tishi nimaga yellanib ketgan? Mana shu. Bendeks. Bu savollarga Emil og'amiz javob beradi. Unda ketdik. Старчик, блядь, Bo'shdan. Другой надо купить.
Не надо покупать. Ana akamlar. Shu gaplaringizni yo'qlab demang. Salqinchi kelyapti. Ova. Omang nima qilyapsan? Qara, kameraga olmang. Hozir starterda remont qildirib keldik. Shu orqasida kontaktida o'zgan uzilish bo'lganiga o'shani qayta qilib tayyorlab olib keldik. Voy, kuyapti qo'lim. Qizigan hozir. Qayta o'rnatamiz. Qaytadan o'rnatamiz. Bizga u uchun kerak bo'ladi. Muslimjon. Muslimjon. Muslimjon juda ham qo'l kelishadi usta. Bizga yordam beradi. Mendaka bilan birgalikda. Hozir qiziq narsa bo'ldi. Mana kadrda uzunari Shazo starterda o'rnatdi. Aslida pauza qilindi-da. Muslim o'rnatib berdi. Mana biz samozvanец man qildim demoqchi, ayt man qildim deb. Ha, o'z qo'lim bilan qo'taman. Samozvanец. Haqiqat qani? Haqiqat egiladi, bukiladi. Haqiqat yo'q. Izlamang, qidirmang. Xullas, hozir starterda o'rnatdik, yana tekshirib ko'rdik, yana bo'lmadi. O'zi prичина mana bu kabel uzilganda edi. Payat qilib qo'ydik. Ochib qarasak, mana shotkalar ham charchab qolgan. Bu starter bizdan oldin ochib yopilgan, chunki bunga Jigulini starterning shotkalari qo'yilgan. Endi ertaga bugun o'zi kech bo'lib qoldi. Ertaga shotka olib kelamiz. 4 ta biz ham o'sha ishni qilamiz. 4 ta Jigulovskiy shotka qo'yib, yana qaytib yig'amiz. Buguncha seriyamiz tugadi. Ertaga davom ettiramiz. Mana hozir kecha mana bu shotka ketganda o'zi planimizda mana bu shotkani Jigulovskiyni olib yasab o'rash edi. Endi bozorda o'zining radnoyi topildi, yangisi. Конечно, Xitoy bu, original emas. Xitoy bo'lsa ham 180 ming so'm ekan. Mana shu shotka. Hozir buni Emil akaga beramiz. Emil aka o'rnatib beradi. Ha, gazda zavod qilishga qaror qildik. Shunga gaz uchun shlanka, planka dozatorlarni oldik. Короче, wind жадности deydi. Buni oti dozator, kimdir mikser deydi. Qisqasi kim qanaqa nomlasa. Bu zasnomkaga kiygiziladi. Bu sig'adimi? Ana shunday. Bu ulardi. Buni ildiramiz. Oba. Ko'rdingmi? Hozir Navbatdagi ishlar haqida. Navbatdagi ishlar. Kecha starterni tayyorlab qo'ydik. Mana starter. Tekshirib ham ko'rdik. Xo'p, ishlaydi. Buni shazotga o'rnatadilar. Tuplab. O'rnatasan. Keyin mana krishkani yo'qasan. Krishkani yopgandan keyin gaz so'rasan, zavod qilasan. Tushunding? Shuni bil. Da, bosh ekan. Boshladik. Xo'p, qisqasi hozir o'ylab soat ham necha bo'ldi? 12 gacha o'yladik, bosh qotirdik. Metkalarni boshida qo'yib ko'rgandik. Kalemalliki bilan kalemallikni raspedvallikni bo'latovri keldi, lekin biz begunokni положениясini ochib ko'rmagandik. Hozir ochib to'g'rilab qo'ydik. Shu manual bo'yicha birinchi silindr, to есть birinchi silindrda nimasiga to'g'ri kelishi kerak. Shu nimasiga strelkasi urilishi. Begunokda uchuv shu birga to'g'ri kelishi kerak. Shuni hozir yig'ib qaytib yana zavod ko'ramiz. Agar zo'ra shundan bo'lib qolsa muammo. Davom etamiz. Hammaga salom. Bozorga chiqdik. Svecha provoda bilan svecha olindi. Endi hozir bosib ko'ramiz. Qani
Effekt bo'ladimi yo'qmi? Bosh kompaniyasi ekan. Original emas, конечно, Xitoy. Mana bu switch prodalar esa zillikini bosyapmiz. Davom etamiz. Many months later. Men bu daqiqani 28 Короче, xo'sh, ishladi. Endi provodkani joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Ichkarida Kaltdan zavod qilishimiz kerak. Starterga relay qo'yishimiz kerak. Benzinda ishlab turibdi. Yaxshi bir qizdirib, antifriz mo'ylarni solib haydab ko'rish kerak. Xullas, bu mashinada mana sizlar uchun nechadir minut o'tdi, biz uchun esa bir hafta vaqt o'tib ketdi. Bu mashinada asosiy muammo elektrikasida bo'lgani uchun mana ko'rib turganlaringdek hamma yoq provoda bu yotibdi. Bu mashinani zavod qilishga qildik. Motor ishlayapti, 100% stabil bo'lmasa ham ishlayapti. Mana flyur qilindi. Buni ijod qildik, временно bo'lsa ham vaqtinchalik ishlab turibdi. Qisqasi demoqchi bo'lganim, buni hozir sizlarga yurg'izib obzor qilishga videom ham cho'zilib ketardi. Bu holatda riskovat qilmaylik dedik, pojar chiqib ketish, yana bir nimadir bo'lmasligi uchun. Shu uchun biz qaror qildikki, ikkinchi seriya qilamiz. So'ksanglar ham, urushsanglar ham ikkinchi seriya qilamiz. Shu ikkinchi seriyada mashinani minib, haydab, obzor qilamiz, yurishlarini konkretni qanaqa ekanligini sizlarga g'oyibona bo'lsa ham yetkazib berishga harakat qilamiz. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rdinglar. Aytib o'tgandek akam bir necha sekundlar, bir necha minutlar o'tgan bo'lsa ham sizlarga biz uchun bir hafta vaqt o'tib ketdi. Bundagi hozir o'sha elektrikadagi kamchiliklarni to'liq to'g'irlab, sizlarga keyingi seriyamizni xudo xolasa yurg'izamiz. Biz yurg'izganda ham qo'l uchida qilmaslikka harakat qilyapmiz. Bizdan keyin ham ba'zi yurib ketish kerak mashina egasigacha, egasi minish kerak. Demak, kuzatishda davom etinglar. Sizlarga rahmat, shuncha poddershka qilib, kommentarlarda yozyapsizlar, qachon chiqadi yangisi qachon chiqadi deb poddershka qilib turibsizlar. Rahmat sizlarga. Keyingi seriyani ham juda cho'zmaymiz. Sirasi keyingi seriyani yuklayveramiz. Bundan keyin poddershka deb turiblar. Rahmat hammaga, kuzatishda davom etinglar. Bularni men videoroliklarni ko'rganman, хотя men shu sohada bo'lib turib, men просто поражаться qildim. Вообще необычный anaqada show, ularda show kontent, просто прокачка emas, просто odamlarga yordam berish emas, bu yerda show odamlarni ko'rib, men развлекательный, да, развлекательный, да, kontent. Men ko'pincha xafa bo'lmaysizlar, o'zbek kontentlarni uncha O'zbekiston kontentini ko'p ko'rmayman. Lekin bularni ko'rgandan keyin nechta rolik bo'lsa, hammasini oxirigacha ko'rdim. 17 minutligi bor edi, 40 minutligi bor edi, hammasini ko'rib chiqdim. Menga qiziq bo'ldi, начал затягивать deydi-yu. Bu rolikimiz ham xudo xolasa zo'r bo'ladi. Chiqib qoladi. Toyota muxlislari, like, podpiska, poddershka ham bosamiz. Rahmat. Rahmat.